Assalomu alaykum qadrli Olam Sport.com sayti muxlislari, bizni YouTube kanalida kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar. Bugun studiyamizda yulduzli mehmonimiz bor. Rio Olimpiadasi chempioni, O'zbekiston iftixori faxriy unvoni sohibi, Jahon va Osiyo chempionatlari sovrindori Fazliddin G'oibnazarov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Nihoyat suhbatimiz amaliga oshdi. Anchadan beri reja qilib bugungi nasib qilgan ekan. Agar tayyor bo'lsangiz, sekin boshlayveramiz suhbatimizni. Men o'sha birinchi yozgan payt tayyor edim. O'sha paytda endi onlayn ham ko'rsa bo'lardi. Xo'p, 16-iyun kuni 35 yoshga to'ldingiz. Ha. Kuni kecha bu navbatdagi shukrona kun deymizmi? Nishonlandi. O'zi umuman tug'ilgan kun nishonlaysizmi? Endi shu paytgacha bir necha yil nishonlanmagan, biroda bir. Unaqa nimalarga jiddiy qaralmaydi. To'g'ri bemalol bo'lib qolsa, nishonlaveramiz. Nima nishonlash qarindosh yaqinlar yig'ilsa, har kun bayramda Xudoning bergan kuni tug'ilgan kun. Har kun bayram. Unaqa jiddiy qaralmaydi. O'tayotgan bu yillar sizga nimani o'rgatyapti? Bugun o'sha qay darajada ulg'aydingiz? Fazliddin katta yigit bo'lib qoldimi yoki hamon o'sha sho'x? Ha, o'sha hali Fazliddin hali ham. Ya, alhamdulillah, hammasi nima yildan yilga baribir xohlaysiz qolamaysiz, ulg'ayasiz. Bolalar katta bo'lyapti. Shu bolalarga qaraganda shu nima deydi, vaqt o'tayotganini bilasiz, mana bolalar ham katta bo'lyapti. Ko'proq shu qizlarimni ko'rganda katta bo'lyapti, hali bularni turmush qurish degan o'ylaganda odam juda yomon bo'lyapti. O'ylasham? Ha, uni o'ylash juda qiyin ekan. Shuncha yil endi tushunib yetasiz ekanda buni. Shuncha yil tarbiyalab, katta qilib uni keyin yana bir kishiga topshirasiz. Baribir qiz bola birovni hamsimi. O'sha narsalarni sekin tushunib yetyapman, sekin mana qizlarim katta bo'lyapti. Analiz qilyapsiz. Ha, endi uni sekin haqiqiy dada bo'lyapman endi. Xudo xolasa. Kattangiz Xadicha adashmasam-a? Yo'q, Abdulloh o'g'lim. O'g'lingiz keyin Xadicha tug'ilgan. Xadicha adashmasam Rio Olimpiadasida tug'ilgan paytida, o'sha musobaqa paytida suyunchi olganingiz, qo'ng'iroq qilib bilan tabriklashgan edi. Bir joyda o'qidim shu narsani, farzandlaringizni ismlarini hali uylanmasdan turib reja qilgan ekansiz. Endi baribir niyat bo'ladi-yu, o'g'il ko'rsam buni qo'yaman, shuni niyat qilingandi. Yana bir ismlar bor hali. Hali yo'q, hali to'xtaganimiz yo'q. Zavod yopilgani yo'q hali. Yo'q, inshaalloh Xudoyim beraman sen nima izga. Albatta, Allohga oson. Albatta. Hop. Nima deydi, aka, ummatim ko'pligi bilan faxrlanaman deylar. Alhamdulillah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hop, Fazliddin xarakteri og'irmi? Kimga qanday? Og'irga og'ir ham bo'lib qo'yaradi. Nega so'radim? Hozir masalan nima boshlamasdan oldin. Yo, u hozir qilgan sizlar o'zlari jiddiy bo'lganlar. Men ancha bo'libdi-da kelmaganimga demak. Xarakterimni mendan chiqaribsizlar-da. Hozir yana noto'g'ri tushunib qoldi. Noto'g'ri tushunib qoldi, qo'rqib qoldi bir. Yo'q, tushunib qoldi. Men keyin yumshatishga harakat qildim. O'shani so'raman-da, baribir siz taniganlar aytishadi, biroz Fazliddinni xarakter og'irroq deyishadi. Yo'q, shunday ko'rinsa kerak-da, balkim. Lekin juda ko'p shu hazillarni ko'rganmiz, o'sha Ruslan Nurdinov bilan haligi televizion shoularida ko'p ko'rganmiz. Qo'shiq aytgansizlar birgalikda. Hamma sportchilar bilan, hamma bilan iloji boricha shu aka siz bilan birinchi marta ko'rishganimda ham shu harakat qilaman, yaxshi fikr qoldirishga, yaxshi meningda qolsin shu odamda. Birinchi taassurot baribir. Birinchi taassurot baribir boshqacha bo'ladi o'ylayman. Shu odamda ertaga masalan baribir biron joyda bir gap bo'lganda endi bir narsani yashirib yo bir xarakter nima bo'lmaydi, borini ko'rsatamiz, unaqa hech bir o'zimizdan biron nima yasamaymiz. Lekin iloji boricha harakat qilaman shu odamda birinchi taassurotda yaxshi iliq fikr qolsin. Chunki biz o'zimizga ham приятно bir kishi bilan suhbatlashsak, yaxshi fikr qolsa undan. Shu suhbatda boshiyoq sizni tug'ilgan kun bilan tabrikladim, 35 yoshga to'ldingiz deb aytib o'tdim. 35 yosh bunday olib qaraganda sportchi uchun haligi faoliyat tugatgan yosh emas-da, chegara emas. Lekin siz professional faoliyatingiz, sportdagi faoliyatingiz ozgina pauza bo'lib qoldi. Tugab qolgandek, yoki hali tugamadimi? Yo'q, tugaganim yo'q. Pauza cho'zilib qoldi. Pauza juda ko'payib ketdi. Narsa Xudo xolasa. Nima bilan bog'liq shu pauza?
bilmadim endi bu narsani bilasizmi hozir menda hayotda deb ko'p narsalarni gal keltirsam bo'ladi. Yo'q, dangasa bo'lib qoldim-da. Hozir endi ko'proq shu oilam bilan ko'proq shu bir yoqa-yoqa ishlardi. Ishlar bilan, biznes bilan shug'ullanib qoldim shekilli. Lekin hozir endi alhamdulillah hammasi yaxshi. Oldin o'sha payt ham yaxshi edi, hozir ham yaxshi. Ko'proq endi mashg'ulotga vaqt ajratyapman. Hozir 3 yil bo'ldi-da oxirgi jangingizga, to'g'rimi? Shu. Xumor arenada tushgandingiz oxirgi marta. Yo'q, Rossiyada tushgandingiz. Rossiyada tushgan, ha. Rajab Butayevga qarshi. Shu bilan. Adashmasam shu jangga tayyor emasdingiz-a? Yo'q, Chunki juda qisqa muddatda qabul qildingiz. Unda ham orada necha yil trenirovka qilmagandim-da. Ha. Orada bir tashlab borib shu ozgina trenirovka qilib, yaxshi taklif bo'ldi, borib tushib keldik. Endi u yerda hammada har xil fikrlar bor. Endi men odamga masalan elda o'zi elakchisi bo'lmaydi-ku. Ko'p kishi bilan shu bo'yicha sotdingmi, sotgansan, shunaqa katta odamlar aytyapti. Men aytdim, qanday to'g'ri dedim. Shu boksda yurgan odamlarmi? Ha, endi boksda yurgan odam aytmayapti, endi sportda. Sportda, boksda yurgan odam tushunadi, biladi u narsani, fazla formada emas edi. Masalan, haliga muxlislardan eshitsangiz tushunishingiz mumkin, muxlislar deb qo'yishingiz mumkin. Ha, yo'q, u sport ichida, hali boksyor emas. Shunaqa deyapti, kim aytdim, bunga ko'p ham qarasam, baribir o'zini fikrida. Nima qilaman unga, odamga sababini aytdim, bo'ldi. Uni qanday u ishonadimi, yo'qmi, uni o'zi biladi. Sababini muxlislarga ham ayting. Ha, endi ozgina menda nima bo'lib qoldi? Juda Vazn bilan bog'liq. Yo'q, vazn bilan ham men ko'nglim aynib qoldi o'sha aytdi. Menda 2-3 marta o'zi bir raund oldin to'xtatmoqchi edik. Yana qaytib kelib to'xtayinchi balkim o'tib ketadi deb. Bo'lmagan bunaqa faoliyatingizda? Yo'q. Bunaqa holatga tushmagansiz. Yo'q, shu yomon qiyin bo'ldi. Ichkarida. Rahmatjon aka ham bor edi bir joyda. Yana bir raund tushdi, balkim o'tib ketardi deyishdi. Yana chiqdim, yana bir raund tushdim. O'shanda уже 2 marta bo'ldi-da. Nimada? Endi juda uyatli bo'lardi-ya, keyin to'xtadi tinchgina. Mayli, uni kim to'g'ri, u narsani agar men kaltakdan, nimadan qo'rqib, xudoga shukr shu paytgacha shunday qilinmagan. Endi shunday vaziyat bo'ldi, alhamdulillah hammasiga. Inshaalloh hali oldinda balkim xudo menga shuncha g'alaba berdi, endi bitta mag'lubiyatga qo'l siltab yig'ishtirib qo'ysam bo'lmaydi. Hali xudo xolasa yaxshi sportchi bo'lmasa kirib nima qaytarish mumkin sizda? Yo'q, hech nima. Men bo'ldi o'zi qiziqarli taklif bilan yoki yo'q, menda yaxshi takliflar bor o'zi. Endi hozir emas, endi keyingi yana chaqirganingizda kelib yaxshi yangiliklar bilan kelamiz, xudo xolasa. Yaxshi yangilikka, yaxshi taklif deganingiz bu promotorlardanmi? Yo'q, promotorlar, menejerlarim yaxshi-ku meni o'zi. Matchmakerlardan. Jang tashkil qiladigan, shu chet elda yaxshi takliflar bo'lyapti, xudo xolasa. Xo'p. Matchmakerlarni aytdingiz, promotorlarni aytdingiz, siz dunyoga mashhur har bir bokschi orzu qiladigan darajadagi kompaniya Top Rank bilan ishlagansiz o'z vaqtida. Lekin nimagadir shu narsa muvaffaqiyatli chiqmadi Top Rank bilan. Bu Top Rankni sizga o'sha o'z vaqtida yaxshi jang bermagani bilan bog'liqmi yoki boshqa? Yo'q, men o'zimda deb o'ylayman, hamma ayb. Men yaxshi u yerda ko'p bo'la olmadim. O'sha vaqt shunaqa bo'lib qoldiki, Xudo rahmasin, dadamlarning mazasi bo'lmay qoldi. Endi bari katta o'g'lim men bu yoqda shuni. Endi kasalam jiddiy ankolagisga shu rak bo'lib qoldilar. Shu o'shanga u narsani o'ylaganingizdan keyin ko'zingizga boks ko'rinmaydi ekanda. Hech nima masalan, bu narsani tabib emas, boshidan o'tgan tabib deydi-yu, shu hamma narsa tushunib yetadi, biladi, bir narsani eshitib, bilib turgan odamlar, kimni boshidan o'tgan bo'lsa, ular tushunadi. O'sha ham juda katta ta'sir qilib sabab bo'lgan. Men jangga o'tkazim sirasi O'zbekistondan kelganman. Shuni shu ximiyoterapiya shu nimalarda ozgina o'shalar bilan shug'ullanib boshqa odam ham bor edi degan narsaga to'g'ri, lekin men bu narsani bilamiz-ku, hammamiz ham oxirgi shu yonlarida bo'lishim kerak iloji boricha. Shu ko'p-da, endi uni tushuntiraman desam, buni kimdirlarga bahona bo'lishi mumkin, lekin ko'proq shu o'zim u yerda ko'p bo'la olmadim Amerikada. O'sha ham ular qarashdi, lekin men to'xtatishmadi o'sha paytda ham. Xohlasang yana dars ishlaymiz deyishdi. Men keyin keldim Amerikadan. Yana yaqinda ham borib keldik. Viza ham xudoga shukr muammo emas hozirgacha ham. O'sha paytda ham muammo bo'lmagan, hozir ham muammo emas viza bilan. Shu o'rtada pauza bo'lgan paytda murabbiy haqida bir o'ylab ko'rmaysizmi?
boshqa murabbiy bilan o'zingiz murabbiy sifatida o'zingizda faoliyatingizni davom ettirish haqida masalan yo'q, qiyin juda. nimaga bu Endi murabbiylar ko'ryapti. Yo'q, zal ochib, xudo xohlasa niyatim bor. Inshaalloh. chunki olimpiada chempionlariga hozir imkoniyatlari zallar qurib berish masalasida Ha, yo'q, zallar ochilyapti, xudoga shukr. Bekobodda masalan Bekobodda ham ochilyapti. Yana ko'p joyda xudo xohlasa yaxshi niyatlar bor. Aytmoqchi bo'lganim, murabbiylik har doim murabbiylik qilish niyatim yo'qda. Endi u yerda yaxshi murabbiylarni bilaman. Juda ham bolaga yaxshi mehr, bizdan ham ko'ra yaxshi mehr berib, yaxshi shug'ullantira biladigan. O'sha murabbiylar bilan birga ishlab, zalga kelib, doimiy o'sha zalda bo'lib, o'zi zal bo'lgandan keyin kelganingizdan keyin baribir shug'ullanasiz. Birga yoshlar bilan birga shug'ullangan baribir o'ylaymanki, murabbiylikdan ko'ra ular bilan birga shug'ullangan ko'proq narsa olsa kerak deb o'ylayman. Demak, Abror akada bor qaysidir xislatlar bo'lishi kerak sizda ham. Sizda hozir yo'q. Ko'p ham Abror akada. Endi albatta ustoz baribir kishidan hali o'rganadigan narsa. Oson emas murabbiylik. Ha, murabbiylik juda qiyin. Men shu ularga qarab, ularni ko'rib, shuning uchun murabbiylik qiyin kelmaydi. Qiyin juda. Abror aka bilan hozir gaplashdim yaqinda. Saqqizda gaplashdim. 11 yoshimda, 12 yoshda kelgan meni yonimga dedilar. Kichkinagina qorachidan kelgan bola edi. Xarakteri bor edi, haligi duxi bor edi deb aytdilar-da. Menimi? Bu dedilar, bokschi uchun o'sha endi sportga kelgan bola uchun eng muhim kачествоsi, sifati deb aytdilar-da. Qolgan narsani shakllantirib olsa bo'ladi. Eng muhim qo'rqmasligi, haligi shuni ringga chiqib ketishi, boshqa qilishi deb aytib o'tdilar. Qo'rqoqligini ham boshqasini ham uni jang o'tkazib ko'proq uni nima qilsa bo'ladi? Ozgina xarakter demoqchilarda, shuni aytgan bo'lsalar, xarakter bolada xarakter bo'lishi kerak. U xarakteri bor bola, yutqizishni xohlamagan shunaqa bolalar xohlagan sportda juda ko'p sportni yakkaxon sportga bersangiz olib ketib qoladi o'sha narsani. Tortib ketadi-da. O'sha hech kim onasining qonidan chempion bo'lib, boksер bo'lib tug'ilmaydi, kurashchi bo'lib, karatchi bo'lib tug'ilmaydi. O'sha o'zgina xarakteri bo'lsa, otasidan, onasidan, Xudo tomonidan bir yuqtirilgan bir xarakter bo'lsa, uni kiyimdek sportga, o'sha sportiga to'g'rilab, yana shug'ullantirib vaqt bilan olib ketsa bo'ladi. Statistika shuni aytadiki, bu narsa ko'p kuzatilgan, ya'ni boy oiladan chempionlarning chiqishi juda kamdan-kam, bir sanoqli bo'lmasa, asosan o'sha qiyinchiliklar bolani toblaydi va shu yuqoriga olib chiqib ketishga harakat qiladi. Haligi qiyinchiliklardan deb shunaqa bir statistika bor. Bekorga aytishmasa kerak endi. Men murabbiy emasman, lekin endi men ko'zim birga shug'ullanganlarimiz bo'lgan. Juda o'ziga to'q oilalarda farzandi ko'rganmiz. Bizdan ham kuchli edi ular, qaysidir jihati juda ham kuchli. Odam yo'l narsasiga intiladi-da. Balkim shunaqa bir vaqt keladi, qiyin vaqti. O'sha yerda ular chidamaydi deb tashab, qo'l siltab tashab ketadimi? Siz qiyinchilik ko'rganmiz? Yo'q, alhamdulillah, men o'ylaymanki, men ham o'tirib hozir endi katta bo'lyapsiz-ku, farzandingiz bor. Bu narsani siz yaxshi tushunasiz, mana eshitib turganlar. Qiyinchilik deganda nimani masalan qiyinchilik degan nazarda? Masalan, ota-onaga yordam beradigan paytda siz katta farzand bo'lgansizda baribir. Mana qarangda, mana shundan Xudoga shukr men qiynalmaganman ekan. Qanday? Men mayli boshqalarga o'xshagan bir menda bo'lmagandir. Yaxshi velosipedda yurishim. Yaxshi zo'r yangi kiyimlarni kiyib yurishim unaqa bo'lmagandir. Lekin Xudoga shukr meni usti-butum bo'lgan kiyishga kiyimim, oyoq kiyimim, yeyishga ovqatim. Perchatkalaringiz. Qo'lqopim bo'lgan, Xudoga shukr meni. Shug'ullanishga imkoniyat yaratib berishgan. Bor, molga qarab bu narsalar bo'lmagan. Bor, shug'ullan. Bor, o'qi vaqtida shu narsalar bo'lgan. Uxla, mana kelsang ovqat bor. Ha, biz xohlagan ovqatlarni yemagandir, lekin alhamdulillah hozirgi kunga o'zi katta bo'lib aytayman, yo'q, men qiynalmagan ekanman. Alhamdulillah, menda ham zo'r yaxshi sharoitda katta bo'lgan ekanman. Buning uchun albatta ota-onamga rahmat aytaman. Ular endi baribir so'ragan, xohlagan narsamizni men senga deb berishmagan bo'lsa ham, ular yetarli narsa bir farzandni, masalan bir insonni bir ulg'ayish uchun yetarli narsa qilib berishgan menga.
bu ulardan hech qachon menda mana hozir aytishadi, ota-onasini ayb qidiradiganlar, boshqa meni shug'ullanishga qo'yishmaganda, boshqa bu juda yaxshi narsa emas, xunuk narsa. Balkim senda shu ota-onang shu ko'rmagan, shu senda shu narsani. Kelajagini ko'ra olmagandir shu sportda. sportda. Qo'y, o'sha yomon juda ham ko'proq yaxshi ko'rishgan seni. Keç shug'ullan, yo'qmasam o'qigan, mana shu shug'ullangandan ko'ra o'qigan o'z ustingda. U ishni ham qilmaganda. Ota-onasi aytgan ishni ham qilmaganda, chunki o'qiganda o'sha sohaning bir kattasi bo'lardi. Rostdan ham sportda yaxshi natijaga erishmadim. Boshqa sohada yaxshi natijaga erishgan sport birga shug'ullangan do'stlarimiz juda ham ko'p. Endi aytmoqchi bo'lganim, alhamdulillah men juda qiynalib, aravalar tortganman. Boshqa qilganmiz, lekin hech nolimayman. Juda ko'p narsa, bozorlarda tarvuzlar tushirib, bu boshda mana ko'rmagan dedi-ku. Ha, yo'q, aka, juda ham yosh bolaman, kichkinaligimdan mehnat ichida katta bo'lganmiz. Lekin bilasizmi, men bunaqa narsalar yo'q, alhamdulillah hammasi menda zo'r bo'lgan. Boksga kirishingizga Dostonning o'rtog'i sababchi bo'lgan ekan. Sinfdoshim shu. Sinfdoshim sababchi bo'lgan. Baraka topsin. Hozir ham borib keldi bormi? Ha, kam endi ko'rishiladi, chunki ular ham ish bilan Alloh omadini bersin, katta bir zavodi bor, u zavodda endi u ham hozir rahbar katta bo'lib qoldi o'zi. Yoshimiz bir joyga borgandan o'zi baribir u zavodda ish boshqaruvchi bo'lib ishlayapti, katta omadini bersin. Iloji boricha shu sinfdoshlarimni, do'stlarimni vaqt ajratishga harakat qilaman ular bilan. Ko'rishib, yig'ilib. Lekin bir ko'rishib yig'ilsangiz baribir boshqacha. Ha, o'sha yerda siz chempion emasda, siz yerda o'sha. Shu boks meniki ekan degan birinchi haligi dada bir qadam deymizmi, o'sha qaror deymizmi, qachon bo'lgan? Qaysi musobaqadan keyin bo'lgan? Bilmadim, shu narsa yaxshi savol, lekin qachon bo'lganini hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Bu baribir Riodan oldin bo'lgan. Ha, endi yo'q, boks menikiligini o'sha Abror aka ustozimni, men endi baribir Xudo rahmatsin, To'xtasin aka, Xudoy berdi, To'xtasin aka, undan oldin yana bitta murabbiylarda men qatnashib kam zal yopilib ketdi degan, boshqa degan kam shug'ullanib bir joyga urilib, keyin Abror aka ushlab aka, mana shuni qilasan, mana shuni aytganim qilasan deb o'zlari olib yaxshi jiddiy shug'ullantirmagunlaricha baribir uni bersa ham urishib kimni bo'lsa shu aytganlaridek xarakter va qo'rqmaydi, solishaverganman, urishaverganman. Terma jamoa taklifchi birinchi marotaba. Nimaga bu savol beryapman? Hozir shu Rioga qarab boryapmiz. O'sha paytlarda Andijon boks maktabi kuchli bo'lgan. Asosan terma jamoada kuchli bo'lgan. Ko'proq baribir terma jamoaga o'sha Andijondan bokschilar taklif qilingan o'sha paytlarda. Bekoboddan biroz keyinchalik Jizzax masalan kuchaydi. Men endi 2007-yilda Jahon chempionatida 3-o'rinda oldim. Yoshlar o'rtasida. Keyin Buxoroga ketdim. O'sha ozgina shu sho'xligimiz ham sababchi. Begotimizda o'sha paytda juda ham tengdoshlarimiz, bizdan katta akalarimiz juda ham ko'p ishkallar bo'lardi, ko'p urushlar bo'lardi. O'sha paytda juda ham ko'p urush bo'lardi. Lekin Atenjonni jo'natib olishganmi bu yoqqa? Ha, Abror aka bu yerda qolsa bu ko'chaga berilib urushib ketadi, boshqa nima bo'ladi deb, balkim shunday bo'lishi mumkin deb Buxoroda bu faqat fikr xayoli shu shug'ullanish bo'ladi deb. Bu yerda Buxoroda shu ustozlarimiz Nodir aka G'ulomov, Olim aka Muhammedov, bu afsonaviy murabbiy, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy, endi katta akamiz Abbos Otayev, Shahram G'iyosov, Shahobiddin Zo'r, hammamizni shu murabbiyimiz. Necha yil ishladingiz shunda Buxoroda? 7 yil. 2007-yildan 2014gacha. Buxoroda 2012-yil London Olimpiadasida ham tushildi. O'z xabaringiz bor endi bu narsalardan. O'sha Buxoroda shug'ullandik. Terma jamoaga chaqirilishi, o'sha paytda har vaqt o'zini qarang, hozir o'sganda Buxoroda ham Buxoro boks maktabi ham kuchli. Andijon har doim kuchli bo'lgan. Jizzax ham o'sha bir 2009, 10, 11 juda ham hozirgacha bor yaxshi. O'sha paytlarda juda ham ko'p, har bitta chiqqan paytda juda zo'r edi.
Keyin mana Toshkent viloyati vodiyni hamma joyimizda endi bir aytib chiqsam-da, juda ham ko'p. Hamma joyda Xudoga shukr biz endi yurtimizda biz O'zbekiston boksi hozir dunyodan ham biladinku. Birinchiga chiqib oldi. Ko'z tegmasin. Shunga o'ylaymanki, har doim hamma viloyatdan kamida bitta boksyor chiqqan. Chunki biz borda yurganmiz, ko'rganmiz. Har bitta viloyatda shu yaqin tanishlarimiz, akamiz, ukamiz borda. Rio Olimpiadasi alohida bu mavzu sizni faoliyatingizda biroz oltin zar varaqlar bilan yozilgan olimpiada. Lekin o'sha olimpiadadan keyin Amerika AQSh terma jamoasining murabbiyi o'sha paytdagi Gary Anton Russell biroz nima qilgan ekan? E'tiroz bildirgan ekan jangga. O'sha chorak finaldamidi, uni shogirdi bilan tushganingizda biroz noto'g'ri qaror qilingan, hakamlar nima qilingan degan. Jangni ko'rmagandirda, men yaqinda ham bir yilcha bo'ldim. Jangni ko'rdik. Hech qanaqa e'tiroz. Meni shaxsan e'tirozim yo'q. U o'zi ham ko'rsa, yo'q, noto'g'ri o'ylagan ekanman desa bo'ladi. O'sha paytdagi fikr. O'sha paytdagi issiq fikri bo'lsa kerak-da. Endi masalan uni yana jangni qaytadan ko'rsam, 3-raundning oxirida shu ozgina toliqqanmiz, charchaganmiz, ozgina salmday yiqilib nima bo'lganiga endi ozgina ishlab olgani bu jangni to'liq yutdi degani emas-da. U o'sha terma jamoani murabbiy etgan ekanda, o'sha uni shogirdi Gary Anton Russell chorak finaldagi raqibimiz, adashmasam shu bo'lgan. Va o'sha Olshni aytishi bo'yicha Billy Olsh o'sha paytda terma jamoani nimasi bo'lgan ekan va uni fikricha siz birinchi raund yutgansiz, ikkita raundni u yutgan ekan degan bir fikr bildirgan endi o'sha paytda endi. Uni rosa ko'p fikrlar bor-ku, endi uni fikrlar o'zi bildirsak shunaqa. Odamlar qo'yib bersangiz hamma narsa deydi. Malades, yaxshi fikr. Nima deymiz? Odamlarning fikr bildirishiga qanaqa qaraysiz? Mana hozir ayniqsa ijtimoiy hozir gap to'g'ri kelib qoldi. Barabana, вообще. Hozir to'g'ri kelib qoldi, shuni so'rayman. O'zi bu haqda savolim bor edi, chunki ijtimoiy tarmoqlarda hozir bundoq qarab ko'rsangiz, o'zimizdan ham mana shu jurnalistlarni ham tanqid qiladiganlar ko'p bo'ladi. Ayollardan ko'ra erkaklar ko'payib ketdi orasida, shu tanqid qiladiganlar orasida. Bu narsalarni o'zi prikolga qo'yib olishgan, nima qilishgan? Oldin rosa e'tibor qilardim, uni telefon nomeringni ber, boshqa qil. Hozircha asabiylashib, ular to'p, so'kib, urishib ular bilan. Hozir kimda urishib so'kib bo'ladi? Sirazi yozib yuboryapti. Kerakmi, hech nima. Yozsa yozolmaydi, o'lib ketmaydi. O'sha to'g'ri, yaxshi savol berdi. O'shani aytaman deb turardim o'zi. Kerakmi o'sha odamlarga? Bunday qilib o'qiysiz. Profili ham bir g'alati-da. Profili o'zi yo'q, qo'rqoq bir. O'zi rasmini ham qo'ymaydi, boshqa ham qo'ymaydi. Mard bo'lib qanday bir o'zini rasmi, mana men degan nimalar yo'q-da. Kamdan kam bo'lsa ham o'zini rasmini qo'ysin, boshqa qilsin, kelibsa telefon nomerini yozib qo'ysin, boshqa qilsin. Unda emas gap. O'sha kerakmi o'sha odamlarga? Yo'q, erkak kishiga bo'lib hamda, masalan, nimaga bunchalik maydalash? Savol beryapsiz-ku, men o'zi sizga savol beraman. Sen o'zi odamlarga mana muxlislar vaqtini ajratib kirib bir narsa deb yana ikki qator yo bir qator yozib qo'ymaydi, moshincha qilib yozadi. Bu hayotda zarbasi deb chegadimi? O'qiydimi uni itga kerakmi seni gaping masalamda, rostiga qo'pol qo'ygan. O'zingdan boshqa hech kimga kerak qiziqmasda, u seni mana qilib bo'lmasa bir blogerlar, ijtimoiy tarmoqdagi blogerlarga faqat fikrlar deb bir nima qo'yishsin, faqat hamma fikrni yozsin o'sha yerda. To'g'ri gapda, bo'lmasa qo'yib bersangiz, lekin tanilish uchun hozir nimalar ko'p nima bo'ldi, o'shalarga yozishadi, mana deysiz. Menga Shahram jo'natadi ko'proq videolarni, kommentariyasiga kirib o'qiganda deb nima qilib. Shunday kirib o'qiysiz, lekin biznikilar KVN, nimalar, Avazoxin, hammasi o'sha yerda ichida. Hamma qiziqchalar qo'yib bersangiz. Endi odamlarga hayronsan. Shu nimaga bunaqa maydalashib ketyapti? Yo'q, kulib yana boshqa qilgani mayli. Sabnoqda ichidan qidiradi-da, shu negativlar bir narsa. To'g'ri, erkaklar ayoldan battar bo'lib ketdi-da. Endi qaos ichidagi erkaklar deb aytaylik ularda masalan. Hamma unday emas-ku. Juda ham ko'p erkaklarda hozir ayollar masalan
men kelayman deb Ayollar o'tib borishi mumkin. Uyga kirib yozyapti-da. O'sha qaytanga ayrim ayollar qaytanga ya'ni erkaklar nimasi bo'lib mard bo'lib ketganda mard ayollar bor shunaqa. Oldin ham bo'lgan ular. Hozir ham bor. Balkim mana shunaqa yozadiganlar oldin ham bo'lgan, balki ijtimoiy tarmoq bo'lmagan. Biz endi ko'ryapmiz. Ijtimoiy tarmoqda o'zingizda ham o'sha paytda bir rosa chaynashdi-yu, bitta muxlis bilan rasmga tushgan paytingizda. Ha. Olimpiadadan kelganmiz, ha. Demak, bilaman kim qilganini, uni masalan, demak 10 yil oldin ham bo'lgan ekan-da. Ya 10 yil oldin, rosa boshlangan payti u. Ha. Boshlangan oldiga chiqqan payti-ku. Uyushtirganmi? Ha, uni keyin tushunmayman, yetdiga kim nima. Bu yomon O'shani narsa. erkak kishi qilgan. Ha. Tavba qildim. Ya bu yomon narsa-da, masalan bitta oydan ajrashib ketgan Yo'q, uni ham bolalarim ham keyin turmush o'rtog'im ham keyin bilgan. 2 kunga qaysidir malades bitta dugonasi tashlabdi-da. Zo'r dugonasi. Haqiqiy dugonang ekan o'sha deb aytganman. O'sha dugonangni qattiqroq o'sha deganman. Senga tashlabdi malades. Haqiqiy dugonasi tashladi birontasi. Yaxshi zo'r dugonasi. Mana qara, ering. Nima to'g'ri biz o'sha payti bizda xato hamma. U men bu yerda ijtimoiy tarmoqda uni chiqarib yuborgani, boshqarganini undan ayb qidirmayman, hamma ayb o'zimizda. Lekin juda katta dars bo'lgan o'sha narsa. O'sha ham siz savolingizga-da kerakmi degan narsada, to'g'ri. Bu narsaga balkim ish shunnidir, u shunga qiziqardir. O'sha kerakdir unga. Lekin menga shaxsan yoqmagan, nima bo'lgani juda katta dars bo'lgan menga. Ha, keyin bilganmiz qayerda, kim bilan qanday rasmga tushish, nima qilish. Hamma odamda o'zini distansiyasi bo'ladi ekan. Oila haqida gapirdingiz. Sportchilar oilasizlar. Rafiqangiz 3 karra kickboks bo'yicha jahon chempioni bo'lgan. Bilmayman, 2 karra, 3 karra jahon chempioni bo'lgan, nima bo'lgan. Qanchalik bir-birini tushunib yashash qiyinmi, osonmi sportchilarniki? Chunki bizda hozir sportchilar oilasi ko'p deyapti, ko'p hozir ayniqsa ko'payib qoldi mana. Ha, baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin hammalari. Nima aytishadi-ya, bir to'yimiz qanday shuncha yil baxtli yashaysiz, o'zingizdan qilmaysizlar deganda. To'yimiz ertangi kuni shunday qoqilib tushganda erim 1 dedi. Keyin 2 dedi, shunday deb o'shanday gapdan uni tushungan masalan bizda ham haligacha tushunmovchiliklar bo'lib turadi. Endi oilada bo'ladi. Qarsak yo'q unaqasi. Qarsak bir qo'ldan chiqmaydi. Endi buni ko'z yumib yashaysiz. Endi baribir nima deysiz? Menda ham kamchilik bo'ladi, unda ham boshqa iloji boricha tushunishga harakat qilamiz. U masalan ideal odam yo'q. Hammada ham kamchilik bor. Nima deydi? Shu hamma erkaklar buni gapimni birdan qo'llab-quvvatlasa kerak. Ota-onasi bilan kelin, kuyovni ota-onasi bilan yaxshi muomalada bo'lib, yaxshi hurmat qilib yashasa, o'ylaymanki, hamma erkak ham shu oilasini juda xohlaganday baxtli qiladi. Bizda ham shu o'ylaymanki, shu tilni topib yaxshi nima bo'lyapti-ki, alhamdulillah hammasi yaxshi bizda ham. Xo'p, yaqinda Elmurod Haqnazarov bilan Namanganda Pahlavon sport majmuasida erkin kurash bo'yicha bellashib ko'rdingiz. Bu g'oya qayerdan keldi? Yaxshi taklif bo'ldi ulardan. Erkin kurash sizga begona emas, ukalaringiz hammasi. Ha, shuni Elmurod aka balkim bilmaganlar. Xabarlari bo'lganmi? Endi nima deydi? Kurash taklif bo'ldi. Yo'q aka, kechirasiz, men sizni YouTube'da ekiyman deb ayta olmayman-ku. Taklif bo'ldi, ha, boraman. Kurashamiz bo'ldi dedik. Kuchi ham meni juda yaxshi otdilar. Endi alhamdulillah g'alaba men tomonda ekan. Xudo g'alaba berdi, men yutdim. Bu narsa sport bor, buni to'g'ri tushuninglar. Buni tashkilotchilar nima qilishdi, chaqirishdi. Ha, tashkilot Umid aka. Ismanov. Erkin kurash. Ha, erkin kurash bilan Namanganda sport maktabi direktori ham hozir juda yaxshi erkin kurashni hamma sportni rivojlantiryapti Namanganda. Akam omadini bersin. Shu yaxshi musobaqa, xalqaro toifadagi sport musobaqa bo'lib o'tdi. Gonorariga qaramadingiz? Yo'q, hech nima. Endi u yerda
o'zim ham maza qildim, hamma juda bir yaxshi qiziq bo'ldi. Yaxshi qabul qilishdi. Ha, yaxshi qabul qilishdi uni. Juda muxlislar ham keldi ancha. Hozir xabaringiz bo'lsa, RAF degan liga Ha. chiqqan, o'sha Amerikan wrestling nimasi. Ko'p UFC'dagi jangchilar hozir u yerda janglar o'tkazishadi. Mana Hamzat Chimayev o'tkazdi, boshqa sportchilar. Mana o'zimizning Razanbek Jamalov hozir yaqinda tushadi, yaqinda kontrakt qildi u ham. Bekzod Abdurahmonov erkin kurashchimiz, u tushdi, birinchisida yutqizib qo'ydi-ku, lekin u ham qatnashdi. Qo'li sinib ketdi-da, barmog'i sindi. Shunaqa. Balkim taklif bo'lsa, Ha, balkim Bahodir Jalolov ukamiz. Tog'a, davay dedi, rafda tushing siz deb aytib qoldi. Balkim hozir bitta boksda tushaylik, keyin nasib bo'lsa inshaalloh. Taklif bo'lsa nimaga? Yaxshi taklif bo'lsa nimaga? Yo'q. boks balkim shu yil kutishar muxlislar yoki keyingi yilmi? Ha, yo'q, shu yil inshaalloh. Reja bo'lsa shu yilda. nasib bo'lsa. Demak, tez orada sizni mashg'ulotlarni ko'rib qolishlar kerak. Mashg'ulotga qaytganman o'sha. Yangiobodga bir zubor ham qildim, nima ham qildim. Hozir zborga chiqamiz. Biz tezroq zborga chiqmasak bo'lmaydi. Qiyin bu yerda. O'rtoq chaqiradi, bu mehmon kiradi. Rejim Tomondan olam sport chaqiradi, bu yoqqa. Rejim qila olmaysiz. Yo'q, qiyin bo'ladi o'sha rejim qila olmaysiz. Kim bilan ishlaysiz bu yoki Abror aka bilanmi yo Solohxonaga Umarov. birgalikda? Chunki Abror hozir eshitdim, Abror akaning Mo'g'ulistondan yana katta shogirdlari, birga shug'ullanganmiz. Abror aka o'zi ham shogirdlari. Mo'g'ulistondan taklif bo'layotgan ekanda, yana Ha, qaytib qolsam Abror kerak aka dedilar. hozir shug'ullantiryaptilar bu yoqda. Keyin deb bu yoqqa aytadilar, bu yoqqa ham bora olmayapti hech. Ukalar haqida gaplashdik. Uchalasi ham erkin kurash bilan shug'ullangan ekan va bitta ukangizni Amerikaga o'zi tortgan ekansiz. Amerikada bugungi kunda adashib Yo'q, tortmadim. O'zi green card o'ynaydi-yu. Unda chiqib qolibdi. Qo'y. Tushunmaydi, u ham ham. Samarqandda chiqardi. Yo'q, qanday? Birinchi marta o'ynayapti. Buni u o'ynamoqchi emas edi yana. O'ynamayman, o'qimman deb hamma o'ynashga uydagilar, buni unga chiqdi. Yutding deb aytyapti. Amerikada men tashlachi dedim. Men ham tushunmayman. Amerikada o'rtog'imga tashlasam, oshna u keyin yutibdi deydi. Keyingi yili keldi. Ketdi. Hozir ham shu yerda. Hozir borib kelib yuradi. Eng kichkina ukam ham hozir haligacha shug'ullanyapti erkin kurash bilan. Bitta ukangiz uchuvchi bo'lishni orzu qilgan ekan. O'zlari o'qigan uchuvchilikka shu aviatsionni Xarkovda, keyin shu bir ozgina shu urush boshlanib qolganda, Rossiya Ukraina urush boshlanib qolgandan keyin keyin qaytib keldi shu yerda. O'sha Bekoboddagi sobiq 21-maktabmi, kollej o'sha yerda o'qiganmi? Ha, men ham shu yerda 21da. 21 mashhur 21-kollej bor ekan. Bizda mashhur 21-kollej, 9-kollej. Juda nimalar ko'p o'qishlar. Biz begotimizda hozir mana institut ham ochilibdi, yaqinda bordim men. Shu muxlislar orasidan kelgan savollar ham borda. O'zini siyosat olamida sinab ko'rish istagi bo'lmaganmi, balki hozir vaqtidir deb so'rashibdi-da. Nimaga degan, unda bir ikkita misol ham keltirib ketishgan. Ya'niki o'sha Vitaliy Klitschko masalan bugungi kunda Kiyev meri Ukrainada yoki bo'lmasam Nikolay Valuyev, Artur Taymasov deputat masalan. Shu ma'noda so'rayapman. Odil Ahmedov mana futbolda masalan vitse-prezident bo'lib ishladi. To'g'ri. Qanaqadir o'zingizdan masalan Bekobodda qanaqadir yaxshi taklif bo'lsa, xudo xolasa mana aytyapman, ko'p ham qolmagandir sport karyeramni tugatishga, balkim o'zini shug'ullanib, xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa, hech gap emas. Lekin hozircha tayyor emasman deb o'ylayman bir. Ozgina vaqt kerak bo'lsa. Sportchilik faoliyati paytida, sportchini umri demaymiz, sportdagi umri qisqa bo'ladi, faoliyati qisqa bo'ladi. Qanaqadir bir 10 yilmi maksimumda hali cho'qqiga chiqqan payti. Va o'sha paytda yig'ib terib olib, nimagadir investitsiya qilib qo'ysa, kelajakda o'sha narsa sportchini keyingi nima deydi, hayotiga moliyaviy tomondan yordam beradi. Nimadir qilib qolish kerak pul bor paytida. Ana, hay. Ha, bosarlar. Xo'p, ha, men hozir intervyuda edim. Xo'p, bas chiqib telefon. Shu hozir nimaga besh ketdim, qoyil qoldim. Uncha sportchilarimiz shunaqa paytda telefonni bosib qo'yishadi.
ota-ona qilgan paytida bu baxt-ku haligi. Har doim ham qilmaydilarda. Hozir senga o'zim bosib telefon qo'yardimmi deyaptilar-da. Ko'pchilik nima qilib qo'yadi-da, masalan, unda bosib qo'yadi-da. Yani mana 2-3 ta пропущенный bo'libdi, mana nima bo'lganda. Ayamga yaxshi ko'rib qolibman-da, o'sha. Yerda keyin kalta yemaylik. Ayangizga qachon oxir marta yaxshi ko'rmagansiz? Har kun aytaman. Hozir ayta olasizmi? Qo'ng'iroq qilib qaytib. Aytaveraman deb urushib bermasinlar yana. Birazdan etiga chiqib turib. Ha, ya. Ko'rib keyin yoqib qiling. Muxlislar ham eshitsin. Balki kimgadir bu nima bo'lib qoladi. Ayajon yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Yaxshi, o'zing qanday? Ha, men intervyuda o'tiribman. Qayerda? Intervyu, ana Olam sport. Bo'ldi, omad. Ha, rahmat, yaxshi ko'raman sizni. Shuni aytishdi, men deb aytayapman, har kun aytaman-ku aya? Har kun aytadi, har kun. Ya. Har kun aytadi. Men bitta savolim bor, maylimi? Siz ham aytmaysiz. Siz aytmaysiz lekin. Siz ayam aytadilar. Yaxshi ko'raman-ku. Ha, to'g'ri. Mana Kamolnaga beryapman, savollar bor ekan. Assalomu alaykum. Ayat sizmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Men shunchaki rahmat, Xudoga shukr. Men shunchaki rahmat aytmoqchiman, shu 4 ta farzandni tarbiyalab, voyaga yetkazib, 5 ta. Qizlariz bilan 4 o'g'il, 1 qiz. O'shani tarbiyalab, bir voyaga yetkazib, hayotga yo'llab, mana hozir Fazliddin G'oibnazarov olimpiada chempioni, butun dunyo taniydi. Shunga rahmat aytib qo'ymoqchiman. Shunday bir farzandlarni tarbiyalaganingiz uchun va bittagina kichkina savolim bor. Fazliddinning janglarini boshqa onalar singari ko'rmaysizmi? Keyin natijasini eshitasizmi yoki ko'rasizmi? Men bir-ikki marta ko'rmaganimda sal nima yutqazganga o'xshagan. Keyin men aytganman, "Yo'q, ko'raman." Ana qo'rqib duo qilib ko'raveraman. Duo qilib ko'raman. Dadasi ko'rmasdilar, rahmatli. Eshitdi, yutganini eshitdi deb yuradi. Shu bir-ikki marta ko'raman, bir-ikki marta ko'rmaganman, xullas. Aralash. Rahmat. Rohatini ko'ring farzandlarning nabirlarni. Rahmat. Rahmat, ishlaringga omad. Rahmat kattakon. Xo'p, ayajon, hozir chiqib telefon qilamiz. Haligi jonli efirda muloqot qilib oldik, bunaqasi birinchi marta bo'lgan. Hay, bemalol. Ayam уже o'rganib ham qoldim deyaptilar intervyularga. Bizdan keyin. Masalan, o'g'lim shu boks sang emas degan paytlar bo'lganmi? Boshida masalan. Chunki baribir boksda zarba qabul qilasiz, boshqa qilasiz. Endi bizda baribir ona ota masalan aytmaslik mumkin, otani biroz qattiqroq bo'ladi. Erkak kishi uyda katta xo'jayin nima bo'lganlari uchun sochon dadamni oldilaridan o'tib nima qilib ham gapirmaganlar. Dadasi ayting o'zingiz bir nima qilmoqchi bo'lsalar ham dadasi ayting yig'ishtirsin deb bunaqa gap bo'lmaganda. Dadam naborat o'tkazib bir marta gapirganlar. O'sha borganlarida bir tirnovka qilgan, bir sachkovat qilganmanmi, bir baribir yoshlikda bo'ladi-ku, shu narsani keyin abrolarga qattiq gapirganlarmi? Shunaqa qilmayapti, xolos. Keyin gapirganlar kelib, "Ey o'g'lim, quruvchi bo'lganlarda. Menga o'xshab keyin nima yurasanmi, qurib boshqa qilib. Qani meni ham hozir yaxshi pulim bo'lsa, men senga kerakmi o'g'lim, seni boksga berib urishtirib o'sha payt endi ko'zing ko'kaytirib qo'ling sinadi, boshqa qilib, men kerakmi o'g'lim deb jon o'g'lim deyarlarda. Menga o'zim senga shaba tayinga mashina olib beraman yo borib o'qi deyman, o'qishingni qilasan, boshqa qilasan, tirikchilik qilib yuraverasan. Men kerak emas. Lekin hozir shunaqami, hozir davay shug'ullan, trening aytayapti deb shu narsani o'tirib birmarta gapirishganmiz. U yana motivatsiya bo'lgan, naborat yig'ishtirma. Shug'ullanyapsanmi? Endi davay. Jiddiyroq bo'l degan gap bo'lgan shu narsa. O'g'il farzand endi istaymizmi yo'qmi, hayot otasini vafotidan keyin katta bola bo'lib qolar ekanda. O'g'il farzand. Bo'lmam siz oiladan kattasiz. Juda katta mas'uliyat bu narsa. Hozir qaysi jihatlarda, qayerda yo'qliklar bilinyapti? Juda har doim bilinadi. Masalan, ukamlarda ko'proq shu ikkita ukam, mendan keyin ukamni uylaganimizda juda ham bilinganlar. Endi o'qish turishlari kerak. Biz hamma narsani yugurib nima qilish kerak. O'zim bo'lib qolganman. Shunga duo berishlari. Ha, senga umrlari uzoq bo'lsa, onajonim borlar-ku.
Xudo rahmatsin. Joylari jannatda bo'lsin. O'tirib bir gaplashib oldingizmi? Otangiz bilan? Ha, biz juda ko'p gaplashardik. Bir kun oldin ham o'sha bir kun oldin emas, bir 10 soat oldin. Endi men Amerikada edim-da, o'sha gaplashib telefonda muloqot qilib, rosa hazil huzur qilib, ayam ekanlar bilan rosa gaplashgandik. Ulgurolmay qolgansiz kelishga. Ha, uspet qilmay qoldim. Erkak kishini tilini qisib qo'yadigan, boshini egib qo'yadigan nima hayotda? Bor, u narsalar endi Xudoga shukr bizni hayotimizda kelmadi, to'g'ri ham kelmas bunday narsalar. Endi hozirgi zamonda ko'p ham bunaqa narsalar tavba qildim. O'zingiz ham mana ko'ryapsiz. Odatiy holga kirib boryapti odamlarda. Men ijtimoiy tarmoq shunga ham sabab deb o'ylayman. Ko'p ko'rsatilyapti, ko'p ko'rilyapti, ko'p ko'rilyapti, qayta ko'rilyapti, qayta gaplashilyapti. O'sha oddiy muloqotga ham kirib borilyapti, har xil uyatsiz narsalar. U narsalarni gapirganda oldin odamlar, "Bor, o'zing chayqa" deyilgan. Hozir bemalol gapirilyapti. Muloqot qilinyapti, ko'rsatilyapti. Mana shunaqada deb tavba qildim. Shu narsalar iloji boricha farzandlarimizga Xudoni tanitib, yaxshi yomonni endi bu narsani aytish kerak. Oqma oq, qorani qora deyish kerak-da savolingizga aka. Rasulullohni hayotlarini o'rganishimiz kerak. O'zimiz sunnatga amal qilishimiz kerak. Sunnatga amal qilib, Rasululloh qanday yurganlar, qanday turganlar, hammasi to'g'ri, hammamiz biz shu to'g'ri yo'lni tashab, mana shu boshqa joyga ketamiz. Qana psixologlar mana ular Ronaldodek qilar ekan, Messi, Habib deyar. Yo'q. Mana o'zimizga tayyor mana turibdi. Biz qo'yamizda o'sha narsani rostdan ham-ku qilsak yomon ham bo'lmaydi. Juda ko'p narsa olamiz, savob ham olamiz, boshqa ham qilamiz. Sunnatda hammasini nima qilamiz? O'zi har qatda hozirda o'ylab qarasangiz, haligi savol berganingizda ko'nglingiz kimsa aytganingizdek Habib, Messi boshqa deydi, kim nima motivatsiyasi? Mayli, kimgadir u nima bo'lishi mumkin. U eng ko'mirimiz ham Rasululloh bo'lishi kerak. Endi aytmoqchi bo'lganim bu qisqa vaqtda endi asosiy hammani o'ylaymanki, hamma qalbidan Rasulullohni yaxshi ko'rsa kerak. Shunday ham bo'lsin. Eng mana hayotda shu to'g'rilab farzandlarni shu yaxshi yomonni Qur'onni, arab tilini o'qitib ko'proq. Nima Xudoga shukr bizlar hozir yurtimizda sharoit yaxshi-ku. Ruxsat berilgan, borib yaxshi arab tili kurslariga borib o'rganib o'qib, o'sha bola ko'proq o'shani o'qib o'rgansa, ertaga oson bo'ladi deb o'ylayman. Farzandlaringiz bilan bugun qanday darajada gaplashyapsiz? Vaqt topyapsiz? Uxlamaydi, ko'p hozir endi damam-ku maktab. Kechgacha o'tirgan bo'lishadi, gaplashib o'tiramiz. Ota bolasi. O'tib qo'yib ozgina dadalik qilaman. Kam, lekin asosan ularga bu hayotni ravo ko'rmaysizmi, boks hayotini? Chunki boshdan Abdulloh o'g'lim boksga rosa qiziqadi. Shunaqa yaxshi ko'radi boksni. Men o'yladim bir mamisining uchun bu onasini bolasimi deb qo'rqaman desam, yo'q, oltagisi ham yug'ib o'zi ham urushma qilyapti. Endi olib judoda qatnashyapti hozir. Qizi katta qizim ham judoda hadisha. Men uni ko'rdim nimada. Otabek Umarov bilan suhbatlashdingizgina. O'sha musobaqada qatnashdi adashmasam. O'zi ham ko'rdim. Suhbatlashmadi, kichkinasi suhbatlashdi. Ana Olimpiya shaharchasida bo'ldi musobaqa. Chempionku, gimnastikaku. Gimnastikada chempion. Eng kichkinasi. Murodov turnirida ko'rdim-da. Siz tribunadan keldingiz, Otabek Umarov alang yurgan paytda suhbatlashdingiz ozgina-da. O'shanda aytishdi, Fazliddinning farzandlari ham sportda ekan, bittasi judoda ekan deb shunaqa deyishdi. Men o'zim judo federatsiyasida ishlaganim uchun, yo'q, Fazliddinning farzandlari shu judoda ekan deb keyin so'rab qoldim. Qatnashyapti, yaxshi shug'ullanyapti, ko'z tegmasin. Hozir 1 yil bo'lmadi-da hali. Ko'rasiz, hali 1 yil, 2 yil bo'lsin, keyin bu qizni men taniyman deb ko'p kishi aytadi, bu Olimpiadada tug'ilgandi bu. Chunki inshaalloh niyatim shu. Bu o'sha chempion bo'ladi inshaalloh. Chunki kichkinasi o'sha chempion bo'lgan, o'sha maşallah. Rostdan ham o'sha
Dubay, Qatar, Doha deysizmi, Almada deysizmi, qaysi musobaqa hammasini yutib kelyapti ular shu ko'z tegmas. Gimnastikadan juda chempion. Bu savol berdim va shu yarimdan uzilib qoldi. Har bir sportchi o'sha qisqa faoliyat davomida nimadir orttirib qolishga harakat qiladi. Siz qanaqa biznesda yo'lga qo'ydingiz? Chunki men Rustam Nurdinov bilan gaplashganimda Rustam aytdiki, o'sha olimpiadadan olgan pulimni Bir mashinaka uchragan. bitta mashinaka uchradim. Men deydi, umuman bog'dorchilikdan xabarim yo'q dedimi? Fermerlikdan xullas dedi. O'shanga pul tikib qo'yib bir sovg'in yedim dedi. Shunday bo'lgan. Yo'q, Xudoga shukr, menda hammasi yaxshi. Alhamdulillah. Biznes ham men o'zim shaxsiy shug'ullanmasam ham do'stlarimiz sherikchilikka shunaqa bor. Yo'nalishlar. Xudoga shukr, yaxshi. Qaysi yo'nalishlar? Men eshitishim bo'yicha qanchalik rost, yolg'on, Chorsu bozorida ham nimangiz bor ekan. Nimadir yo'nalish ochib qo'ygan ekansizmi? Hamma joyda Xudoga shukr aka. Odam savdosi yo'q xolos. Savdo sotiq demak. Yaxshi odam men chorvaga qiziqaman aka. Kim bo'lsa ham o'zbek murabbiylari borish kerak deydi. Kamida 2-3 ta borgandir ham balkim. Men buni bilmaymiz-ku bu narsani. Endi murabbiy sifatida bormaganda, murabbiy shtabda bormaganda. Lekin ular borib o'sha yerda kamida Elyor, Abbos gapirib baribir ular boshqacha bo'lardi deb o'ylayman. Men bitta shu narsa, mayli u bilan ham yutqizardik deyish mumkin, ko'proq sharmandalarcha yutqizishimiz, lekin baribir o'sib olardi. Siz jahon chempionatini ham, kim bu desa, bu ham O'zbekiston zborini jahon chempionatiga olgan. Keyin mayli bu emas, keyingisiga emas, undan keyingilariga balkim sekin shu boshqacha biz ham sekin ko'rishar, bizga boshqacha ko'z bilan qarashar. Xudo xolasa mana endi Husanov, Abbos Fayzullayev, Elyor Shomurodov, yana boshqalar ko'p-ku bizda. Hozir 18 yoshimiz bo'yicha Yevropadan taklif bo'libdi. Zo'r вообще. Ona gol urgan hisoblamadi. Вообще juda chiroyli gol urdi. Balkim o'sha gol hisobga olinganda boshqacha bo'lib ketardi o'yin. Endi aka, balkim ular jahli chiqib yana 5 ta urardi. Lekin yo'q, mayli. Chiroyli gol hisoblashmadi. Hisoblamasa ham biz mazza qildik-ku, o'sha narsani ular his qilsin bo'ldi. Biz hisoblamagan taqdirda ham. Bitta endi savol bermoqchiman sizdan, lekin kelgan shunaqa savol. Men ishonmadim bu narsaga. Fazliddinni choyxonada pichoqlashgan ekan degan gap. Yo'q. Bunaqa narsa bo'lmaganmi? Yo'q, olimpiadadan chiqqandir. Yo'q, bundaqa men sizdan endi eshityapman uni. Choyxonada pichoqlashgan, avariya bo'lib ketibdi deb, avariya bo'libsan-a deb bunaqa bo'lib o'zimga ham aytishgan qancha. Juda ko'p gaplar. Haligi nima deydi? Mem deydimi, nima deydi bu narsalarni? Tarqab ketgan deydi-ku haligi. Bo'lmagan narsalarni. Yo'q, u narsalarni o'ylab topgan. E'tibor qilmayman, rosa kulib o'tirardik biz o'rtoqlar. Qarab, deyapti deb. Professional bokschilarimiz bugungi kundagi o'zbek boksini, professional boksini elitalari. Murodjon Ahmadaliyev, Isroil Madrimov, Shahram G'iyosov, bu bokschilarimiz chempionlik janglarida imkoniyatni boy berishdi-da. To'g'ri, masalan, Murodjon chempion bo'lib, keyin kuchli bokschiga Inoga yutqizdi. Masalan, Isroil ham chempion bo'lib turib, keyin ikkita juda ham bir afsonaga yutqizdi, Crawfordga nimaga yutqizdi. Nima deb o'ylaysiz mana shu mag'lubiyatlar fonida? Nima deyish mumkin bularni mag'lubiyatlar qanaqa izohlash mumkin? Hali bormidi biroz masalan Isroilga, chunki Crawford darajasidagi bokschilarga qo'yish, balki tavakkaldir, masalan yutib ketganda biz boshqacha fikr bildiramiz. Chunki o'sha jangni oladigan bo'lsak, vaqti kelgandi. Vaqti keldi. Men tushundimmi savolingizni aka? Hammasiga vaqti kelgandi. Inoya bilan ham Murodjon balkim bu ko'proq murabbiydi xatosi deb o'ylayman. Men tushunib yetyapmiz-ku, bu yerda murabbiy ham juda katta rolda o'ynaydi. To'lqin aka bo'lmagani ozgina o'sha yerda bolalar bilan jahon chempionati deydi, ko'pmi? World Boxingda jahon chempionati o'sha yerda bo'lib qoldi. O'ylaymanki, shu boshqa taktika qo'yish kerak edi. Shahramga ham biz bilamiz-ku Shahramda undan kuchli bokschilarni urgan. Urib bilganda, bilmayman nima xato yaxshi. U narsani hammadan xato qidirsa bo'laveradi, lekin fakt shu bolalar tayyor hammasi. Professionalsizda buni bilasiz, o'shaning so'rayman. Masalan, oddiy imkoniyatdan so'rashi mumkin, har xil gap eshitishi mumkin-da. Siz shuning ichida bo'lganingiz uchun so'rayapmanki, bolalar tayyor edi, hammasi. Bundan ham kuchli raqiblarni ham urib biladi ular. Chunki havaskor boksdan chiqib
biz ko'rganmiz undan kuchli bokschilarni taktikasi kuchli, tez, fizik ham, jismoniy ham kuchli bokschilarni ham urib bilganda. Shahram ham, Murodjon ham, Isroil ham, Bahodir ham tayyor. Hamma degan emasga уже tayyor. Endi hamma har xil gap gapiradi. U Bahodirni boks shunaqa uni. U nima senga o'sha Murodjonga o'sha kichkinagisiga o'sha tabar-tabar solishsinmi? Uni boks shunaqa, u o'ziga tekkizmaydi, aqlli. Klichkovlardi boksda. Hamma zerikarli deb o'sha paytda ham aka-uka Klichkovlarni yomon ko'rishardi. Hali masofada ushlab Ha, masofada ushlab o'ziga udar tekkizmaydi. Bu aqlli bokschilar hisoblanadi bular. Shu Bahodir ham ko'p gapirishadi-da, shuncha yil o'naqa qildi, hali bir kuchli keldi endi u keldi u Murodjon. Endi bir narsasi bor-da, top 10 talik deb hozir boks shunaqa bo'lib ketdi-da, shou bo'lib ketib qoldi. Kim masalan haligi ko'proq zerikarli bokschilarni masalan, men kuchli bo'lsa ham zerikarli bokschilarni haligi boks janglariga yaqinlashtirishmayapti-da. Deyarli haligi 10 taliga odamlar ko'proq shou, orqasidan pul qiladigan menejerlar, promouterlar shunaqa bo'lib ketib qoldi-da. Balkim shu tomoni ham bordir deb o'ylayman-da. Amerika, Meksikaga ko'proq baribir haligi shoumenlar ko'proq kerak-da, odamlar ko'proq jalb qiladigan. Bu Bahodirdan masalan qochish ham mumkin. Top 10 talik bokschilarki bitta mag'lubiyati uni faoliyatini qanchadir uzaytirib yuborishi mumkin-da, kechiktirib yuborishi mumkin. Balki shuncha xatlari ham bordir. To'g'ri. Rahmat sizga suhbat uchun. Ha, Tashrif uchun. Agar biron bir fikrlar bo'lsa. Rahmat. Shu sport bilan bolalar shug'ullaninglar. Mag'lubiyatga uchradilaringmi, yo'qmi, travmami, boshqami, erta kechi yo'q. Qo'l siltab ketmanglar shuncha yil mehnat qilib. Hozir mana aytib o'tdingiz-ku, media kecha ko'chadan kelib ham kimdirlar shug'ullanyapti. Shu nima deydi? Yaxshi janglar ko'rsatib yuribdi-da. Mayli u jang deydimi, yo'qmi, lekin sizlar shuncha yil shug'ullangансizlar, ko'p sportchilarni bilaman yuribdi. Sportga qaytinglar. Erta kech yo'q, ozgina sal ko'proq mehnat qilinglar. O'zingizlarning do'stinglarda ishlanglar. Albatta, mayli bitta jang bilan, ikkita jang bilan, uchta jang bilan bo'lib qolmasin. O'sha shu yil boshladilaringmi, shu yil keyingi yil shu vaqtgacha o'sha yaxshi jiddiy shug'ullansalaring, o'sha 2-3 ta bo'y yetkazib, o'sha ancha ko'zga ko'rinib ham qolasizlar. Ha, demak men bu yerda tushsam bo'lar ekan deb o'sha tajriba ham orttirgan bo'lasizlar. Nafaqat sportda, biznesda ham. O'sha bu yog'iga sport ko'p biznes bo'lib qoldi-da. Professional boksda, professional sportda, nafaqat boks. Mana aytyapsiz-ku, erkin kurashda raf, nima olsa, ham hammasi biznesda. Bu narsada bolalar ozgina biriksa topib biladi o'shanda. Shug'ullaninglar, o'zingizlar do'stlarga hech qachon qo'l siltab ketmanglar. Erta kechi yo'q. Rahmat kattakon suhbat uchun. Xudo xolasa hali sizni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi deb tanishtirish nasib hali ham Xudo xolasa bor. Chunki sizni muncha qoldi Xudo xolasa. Ha, chunki nima deydi? Sizni o'sha pakaranglar, o'sha avlodingizdagi sportchilarda ko'pchilikda bor-da bu narsa. Tashrif uchun rahmat. Xo'p aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.